Assalomu alaykum Medpoint, hurmatli Medpoint kuzatuvchilari. Oxirgi vaqtlarda Instagram tarmog'imizga shu bir oy ichida 1000 dan oshiq obunachi qo'shildi. Lekin ko'pchilikda savol tug'ilyapti. O'zi bu qanaqa profil? Buni asoschisi Vostakamlar bo'ladi, Vostada Ermatov. Shu urologiya bo'yicha mutaxassis bo'ladilar. Vostaka o'zimiz haqimizda ozgincha ma'lumot bersangiz, qanaqa bizni yo'nalishimiz, ish yo'nalishimiz? Rahmat, yaxshi savol bo'ldi. Men ham shu haqda o'ylab turgandim. Sababi haqiqatan ham obunachilarimiz ko'payyapti va men bo'lganimda ham obunachi menda savol tug'ilardi. Bu o'zi kim? Shevasi vodiyga tortadi, lekin o'zi Sirdaryoda, Gulistonda yuribdi, Jizzaxda yuribdi. Avvalambor asoschi kim degan masalada barhammada bir qandaydir savol bo'lishi mumkin. Shunga qisqacha o'sha ozgina tariximizni, kichik tariximizni aytib ketsam yaxshi bo'lardi. Men o'sha o'zi Farg'onada tug'ilganman. Farg'onaning Toshloq tumani bor. Shifokorlar oilasida tug'ilganman-da, shu yoshligimdan tibbiyotga qiziqib, Andijon davlat tibbiyot institutiga kirganman. Birinchi kursdan keyin Toshkentga o'qishimni ko'chirib, u yerda birinchi eski Toshmida, keyin akademiya bo'ldi, keyin yangi Toshmida o'qidik. Undan keyin Respublika urologiya markazida urologiya bo'yicha klinik ordinatura o'qidim va ochig'ini aytsam, o'sha paytlar Amerika Qo'shma Shtatlariga ketish, u yerda o'qish, u yerda vrach sifatida litsenziya olib ishlashga juda ham qattiq qiziqardim va o'zim faqat o'sha yerda ko'rardim. Tushlarimga ham kirib chiqardi desa bo'laveradi. Keyin o'qishni bitirganimdan keyin ishni boshladim, urologiya faoliyatini, lekin baribir o'sha tushuncha, ya'ni ketishim kerak, o'sha yerda ishlashim kerak degan narsa meni quvlab yuraverdi. Taqdir ekan, haqiqatan ham 2013-yil 25-dekabrda Christmas deydi ularda, o'sha bayramga yetib borganman Amerikaga. Qaysi yo'l bilan deyilsa, bu student bo'lganman. Kaplan Medical degan tayyorlov kursi bor. Bu USMLE degan ekzamenlar bor o'zi Amerikada. Bu vrachlarda litsenziya berish ekzamenlari. Ya'ni ularda imtihonlar institutda ham bor va davlatning imtihoni ham bor. Davlatning imtihonidan o'tsagina vrachga litsenziya beriladi va har 5 yilda vrach yana imtihon topshirib o'zining litsenziyasini yangilab turishi kerak. Ya'ni shifokor har doim izlanishda bo'ladi shunda. Ozgina bu haqda informatsiya, shu bilan yetib bordim va u yerda tayyorlov kurslarida o'qib, 1,5 yil davomida o'qidim va shu imtihonlarni, ya'ni USMLE imtihonlarini, o'sha litsenziya imtihonlarini topshirib, keyin observership, fellowship degan programmalar bor, ya'ni vrachlikka yetib borish uchun bir nechta qadamlar bor. Shu qadamlarni qo'yib va surgical assistant degan pozitsiyada o'sha Illinois Medical Masonic hospitali bor edi, o'sha Chicagoda, Illinoisda joylashgan. O'sha yerda 2 yildan oshiq ishladim menimcha, agar 3 yil bo'lmasa, 2 yildan oshiq ishlab, keyin taqdir taqozosi bilan bu yerda uylandim va o'sha Covid boshlandi. Coviddan keyin vatanga qaytib kelishni qaror qildim va qaytib yana o'sha urologiya sohasini, ya'ni darsni davom ettirishni bu yerda qaror qildim. Qaytganimda menga juda ham ko'p yordam bergan ustozlarim bor. Bular Karimov Oybek Mo'minjonovich, Yuldashev Doniyor Ibragimovich, Toyirjon do'stim bor. Bir kun ham to'g'risini aytsam, uyda o'tirmadim shu Amerikadan qaytgandan keyin. Keldim, uchrashdik ular bilan, ertasi kuni ketdik biz bilan ishga deyishdi. Shu bilan ishga chiqib 1 yil davomida intensiv O'zbekiston, sababi men Amerika meditsinasida yurganman, tubdan farq qiladi u yoqdagi meditsina bizdagi meditsinadan. Ya'ni ishlash masalasida, vaqt masalasida, bari o'zini bu yerda spetsifik. Men aytmayman, u yoqda zo'r, bu yoqda yaxshi emas. Hamma joyda o'zini tosh tarozisi bor. Bu yerda o'ziga yarasha, u yoqda o'ziga yarasha, bu yerda o'zini yutuq tomonlari bor, u yoqda o'zini yutuq tomonlari bor. Lekin to'g'ri, uровень sifatida olganimizda ularda оборудование masalasida, umuman finansирование masalasida albatta anchagina buyuk holat. Shunday qilib 1 yil demak men Farg'onada intensiv O'zbekiston urologiyasi va umuman meditsinasiga ko'nikishda bo'ldim va shundan so'ng
taqdir taqozosi bilan Gulistonda endokrinologiya sohasi u darajada yaxshi rivojlanmaganligini xabarini bilganimizdan keyin ustozlar bilan maslahat qilib, bu yerda ham Gulistonda ham shu endokrinologiyani, zamonaviy urologiyani olib kirish va uni rivojlantirish masalasida bu yerga men bir elchi sifatida kelgandim o'zi. Ochig'ini aytsam, bu yerga kelishimda o'yladim 1 yil 2 yil ishlayman, shogirdlar chiqarib ularni qo'yaman yo'lga va o'zimizga yana Farg'onaga qaytaman degan maqsadda keldim. Afsuski ham demaylik, bu yaxshilikka bo'ldi. Avvalambor bu shahar, Guliston shahri bizga родной bo'lib qoldi. Bu yerda men farzandli bo'ldim. Ayolim yaxshi ishga kirib ishlardi va umuman insonlar betdagi va rivojlanishimiz, atrofimda odam ko'paydi. Ya'ni hozir shogirdlarimiz soni 15 tadan oshdi. Hozir bitta to'plansak 15 ta 16 kishi to'planamiz. Shunga va qandaydir menda o'zimda bu ответственность deydimi, ya'ni shogirdlarimni taqdiri ham men uchun juda ham muhim ochig'i. Sababi bularni yo'lda tashlab ketish ham bo'lmaydi. Shunga bularga ta'lim berish, ilm berish, to'g'ri yo'l ko'rsatish va albatta to'g'ri joyiga ishga qo'yish masalasini ham yo'lga qo'ydik. Bu kimdan o'tgan? Bu ustozlarimizdan o'sha Oybek akam, Doniyor Ibragimov ulardan o'tgan bir qandaydir ta'lim degan bo'laveradi. Shunday qilib bu yerda ishni boshladik va jadal ishimiz ketdi va bu yerda RDM klinikasida Gulistonda bilasizlar ishlaymiz. 3-mikrorayonda joylashgan. Bu hamma biladi. Guliston, bu yog'i Zomin, bu yog'i Chinozgacha bo'lgan joyda Oqqo'rg'on, Chinoz, Bo'ka hammasi biladi bu klinikani. Sababi 23 yildan beri xizmat ko'rsatyapti xalqqa. Va bu yerdagi boshliqlarimiz ham Alijon aka, Alisher aka juda katta yordam berishdi va hozirgi kungacha shunaqa yangi operatsiyani yo'lga qo'ymoqchimiz desa, bular har doim biz oldimizda yelkadosh va keraklik. Hozirgi kunda yuqori texnologik operatsiyalar qilinyapti. Yuqori texnologik narsani olish uchun mablag' kerak. Va bu mablag'ni ular ayamayapti ochig'i va bizga kerakli sharoit yaratib berishyapti. Ularga katta rahmat shu fursatdan foydalanib aytib o'tmoqchiman. Va bu yerda shu endokrinologiya sohasini, laparoskopiya, endokrinologiya deganimizda nima? Shu kesmalarsiz bemorni muammosini, ya'ni urologik muammolarni hal qilish. Yoki bo'lmasam o'sha andrologik operatsiyalardan oddiy varikatsiyarektomiyani mikroskopik yo'l bilan bajarishni yo'lga qo'yish masalasi. Yoki laparoskopik o'sha o'sma kasalliklari, onkologiyani rivojlantirish. Bular hammasini yo'lga qo'ydik va aytmayman biz hozir eng pikiga chiqdik, hamma narsani yo'lga qo'yib qo'ydik deb. Hali kamchiliklarimiz bor va ularni to'ldirib ketyapmiz va zamon bilan hamnafaslikda ketyapmiz va juda ko'p yangiliklar qilamiz hali yaqinda. Ularni kuzatib borsalaringiz, ularni ko'rib borasizlar va juda ham misli ko'rilmagan xudo xohlasa o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni metodikalarda, qilinadigan operatsiyalarda, boshqada. Mavzuda menimcha chetlashib ketdik. Biz haqimizda edi gap. Xullas, bu yoqqa kelganimizdan keyin Gulistonda hozir 15 kishi bo'ldik deb aytdim. Bularning ichida shu bu yil bitirib kelganlari bor, klin ordinatorlarimiz bor, 5-6 yil oldin bitirganlar bor. Hozir muqim joyda o'tirib o'zini ishini olib borayotganlar bor. Shulardan biri Umarjon. Birinchi shogirdim. Bular hozir Jizzaxda Ziyonur med klinikasi dedilar. Hozir Novomedga o'tdilar. Va hozir o'sha yerda o'zlarini ishlarini olib boryaptilar. Biz hozir o'sha klinikaga ketyapmiz. Men o'zim haftada 2 marta chorshanba va shanba kunlari u yerga borib o'sha konsultatsiyalar, operatsiyalar o'tkazishlar bilan shug'ullanyapman va bizning maqsadimiz o'sha klinikani ham urologiyasini bu yoqdagi Gulistondagi klinikadagi urologiyani uroveniga, ya'ni darajasiga olib chiqish va xalqqa jahon standartlariga mos bo'lgan sifatli urologik xizmat ko'rsatish. Maqsad shu. Ya'ni chunki biz bilamiz, juda ko'p bemorlar Jizzaxdan yoki Zomindan yoki Jizzaxning boshqa tumanlaridan bizga Gulistonga kelib murojaat qilishadi. Ularni ham uzog'ini yaqin qilish maqsadida bu yoqda ham borib shu konsultatsiyalarni o'tkazish va operatsiyalarni qilishni maqsad qilganmiz. Shu menimcha qisqacha biz haqimizdagi informatsiya shu.
yana nimalarni O'zi aytsak bo'ladi? G'iyos aka, bizda ijtimoiy tarmog'imizni ochishdan maqsad nima bo'lgan o'zi? Qanaqa niyatda ochganmiz? Ijtimoiy tarmoqni ochishdan maqsad o'shanda eslasangiz siz bilan gaplashgandik ham, bizning maqsadimiz xalqqa to'g'ri ma'lumot berish. Xalqqa qayerda sifatli xizmat ko'rsatilayotganini ko'rsatish. O'sha ma'lum bir masalalar bor, mavzular bor. Ular bizga aytib o'tishimiz kerak xalqqa, sababi juda ham foydali bo'ladi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqda nima zo'r joyi bor? Bitta video bilan siz juda katta auditoriyani qamrab olasiz va uni foydali ma'lumotni yetkazsangiz, albatta hamma uchun manfaatli bo'ladi. Shuning uchun biz buni ochganmiz va to'g'ri qilganmiz deb o'ylayman va hozirgi kunda Umarjon telefon qilyapti. Hozirgi kunda mana YouTube formatida ham videolar olyapmiz, sababi bilamizki YouTube'da juda ko'pchilik bizni kuzatib boradi. Va shu insonlarga yana ham ko'proq video qo'yishni men ham o'zim oldimga maqsad qilyapman, ya'ni mavzular bo'yicha ko'proq yoritib berish. Mana prostata bezi rakini Oybek akam bilan gapirib o'tdik. Endi misol prostata bezi adenomasi haqida gapirib o'tmoqchimiz, bepushtlik haqida gapirib o'tmoqchimiz. Ya'ni o'sha mavzularni yig'ib, Jamshid sizdan ham iltimos qilardim. Shuni biz aktivroq bo'lish, sababi Instagram baribir bilamiz, bu kichik videolar nimasi, aytib to'liq informatsiya bera olmaymiz. Lekin YouTube'da biz ko'proq informatsiya berib, bemorlarimizga manfaatli videolar ko'p qilsak bo'ladi. Va albatta bilamanki, bemorlarimiz buni qiziquvchi kuzatuvchilarimiz buni ko'rib borishadi va o'zlariga tegishli xulosa qilib, doktorning oldiga borishgan taqdirda ham ularda o'zi informatsiya bo'ladi, ya'ni ma'lumot bo'ladi. Ya'ni doktor bilan bemalol teppa-teng mana bunaqa bo'lsa qanday bo'ladi deb ma'lum bir o'zlarining kasalliklari masalasida gaplashsa bo'ladi. Ya'ni biz o'sha tibbiy madaniyatni va tibbiy ma'lumotlarni oshirmoqchimiz, ya'ni bemorlarimizda. Sababi ochig'ini aytamiz, samimiy gaplashish kerak. Tibbiy madaniyat juda ham oliy darajada bilmayman to'g'risi O'zbekistonda. Oddiy narsalarni ham oddiy shamollashga yo'yadiganlar bor, yo'q umuman misli ko'rilmagan bir qandaydir sabablarga yo'yadigan kasalliklarda odamlar bor. Shunga shularni ko'rib turib, men aytdimki, yo'q, biz shunda sahifani qilaylik va insonlarga to'g'ri ma'lumotlarni berib boraylik deb maqsad qilganmiz shunda. Shu. Hozir Umarjon bilan gaplashib qo'ydim, aytdim. Qadrli kuzatuvchilar, bizdan uzoqlashmanglar, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'plab insonlarga yetib borish uchun like, podpiskani ayamanglar. O'zingizlarni qanaqadir qiziqtirgan savolinglar bo'lsa, kommentlarda yozib qoldiringlar, biz javob beramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz?